Champion Smart Drive 25 полный rusifikatsiyalar qilib berdim. Hozir ko'rsataman nimalar qilib berdim bu yerga. Oxirgi обновление, o'zini обновлениесі, o'zini chipseti, tabloligacha rus tilida bo'ldi. Полный ko'rasizlar, standartlar yozilgan. Hammasi rus tilida. Также bu yerda hadeb yoqiladigan YouTube yo'q bu yerda. Antiradar o'z yoqiladi. O'tirishinglar bilan kirasizlar, YouTube avtomatik har xil narsalarni bosib urmaysizlar. Больше, nравится, не nравится. Сразу YouTube avtomatik ochib ketaveradi. Полностью hamma приложениялар bo'ldi. Mana YouTube, antiradarlar, kino ko'radigan portallar, butun dunyoni ushlaydigan radiolar, shtorkalargacha полностью rusifikatsiya bo'ldi. Настройкалар полностью rusifikatsiyada. Hamma настройкалар ham rusifikatsiyada. Mana ko'ryapsizlar, hamma narsa грамотно bo'lgan, hammasi professionalni полностью mashinani настройка qilib, tushuntirib egalariga topshirdim. Alhamdulillah xursandlar, довольныйlar. Agar sizlarga shunaqa именно professionalni, грамотно rusifikatsiyalar kerak bo'lsa, грамотно приложениялар kerak bo'lsa, обращаться qilaveringlar. Hamma mashinaga bor. Lisang bo'ladimi, Zikr bo'ladimi, Voya bo'ladimi, C16 lip motorlarga ham bor.